Xitoyga safaringiz muvaffaqiyatli va muammosiz bo'lishi uchun borishdan oldin ayrim muhim narsalarni rejalashtirishingiz va hal qilishingiz lozim. Bugun masalaga Xitoyga ketishingizdan oldin nimalarga e'tibor berishingiz kerakligi haqida batafsil ma'lumot beraman. Xitoy ulkan davlat bo'lib, har bir shaharning o'ziga xos iqtisodiy, savdo va turistik xususiyatlari mavjud. Safaringizdan oldin qaysi shaharga borishni aniq belgilab oling. Birinchi mashhur shaharlarimizdan biri bu Pekin, Xitoyning siyosiy markazi. Bu shahar o'zining tarixiy joylari, taqiqlangan shahar va Buyuk Xitoy devori bilan mashhur. Shanxay, xalqaro biznes va tijorat markazi. Shanxayda savdo yarmarkalari va yuqori texnologiyalar bilan shug'ullanuvchi kompaniyalar juda ham ko'p. Guanju savdo va kargo sohasida dunyodagi eng yirik shaharlardan biri. Bu yerda eksport-import sohalariga oid ko'plab imkoniyatlar mavjud. Shenzhen elektronika va texnologiyalar markazi. Xiaomi, Huawei kabi kompaniyalar bu yerda joylashgan. Yivu arzon narxdagi ulgurji bozorlari bilan mashhur. Savdo faoliyati uchun juda qulay sharoitlar mavjud. E'tibor qaratishingiz lozim bo'lgan narsalar: shaharning iqlimi, transport tizimi va yashash sharoitlari haqida oldindan ma'lumot oling. Agar bir necha shaharni ziyorat qilmoqchi bo'lsangiz, marshrutni rejalashtiring va har bir shaharda qancha vaqt qolishingizni belgilang.